Manfaatli suhbat bo'ladi degan umiddaman. Chunki bugungi kunda til o'rganish aktual. Ko'pchilik yillarini sarflab boryapti, lekin kutilgan natijaga erishish qiyin bo'lyapti. Shu til o'rganishdagi asosiy xatolarimiz nimalardan iborat? Va IELTSga kiritilgan yangiliklar haqida sizdan to'liq ma'lumotlarni kutib qolamiz. Yuring, marhamat. Noz Komolaxonni studiyaga kuzatyapmiz. Asror aka, chiroyli qizimizga mikrofon berasizmi? Rahmat, mehribon. Sog' bo'linglar. Ishlaringizga omad. Rahmat kattakon. 10 tomondan Xudo. Komolaxon, omad. Chiroyli, fayzli bo'lsin, jonli efirda omad tilab qolamiz. Mansurbek, qiziqarli bitta savol bormi Komol aka? Savol bormi? Hozir mana ingliz tili o'quvchisi kelibdi-da. Bir narsa qiziq. Nega doim faqat ingliz tili o'qituvchilari chiroyli bo'ladi?